Biz qochamiz desak bizlarni otib taylayapti. Bormaymiz desak urushga majburlab, urib majburlayapti. Kechqurun uxlatmayotganligini aytyapti. Odamlardan qolgan ovqatni yeyotganini aytyapti. Kimda qayerda nima qilingan hammasini aytib beraman. Iltimos sizlardan yordam qilinglar. Qanchadan qancha o'zbekni qayerga ko'mganini. Menga bolam kerak, qo'limga bolamni olib kelib beringlar. Lekin bu yoqda o'ldirib taylayotgan hammasini. Bolangiz qochsin deydi. Qocholmaydi. Qochsa uni qamab tashlaydi, o'sha otib taylaydi. Yana bir gapni aytdi menga. Meni oldimda qanchadan qancha o'zbek bor. O'lib ketgani qancha, nechtasini ko'mib tayladik. Iltimos sizlardan. Ikki davlat o'rtasida qanaqadir janjal chiqadi deydi. Nega tashqi ishlardan bunday yolg'on gapirlar? Nega siz kimlarga ishonib berib qo'yibsiz bu davlatni? Nima birortasi yordam qilmaydi? Xalqim, prezidentim, biz qochamiz desak bizlarni otib taylayapti. Bormaymiz desak urushga majburlab, urib majburlayapti. Iltimos sizdan kimda qayerda nima qilingan hammasini aytib beraman. Iltimos sizlardan yordam qilinglar. Qanchadan qancha o'zbekni qayerga ko'mganini, u bechoralarni ota-onasi uyda kutib o'tirganini, hammalarini, lekin bu yoqda o'ldirib taylayotgan hammasini bilib turib jim turishlik bu to'g'ri kelmaydi. Iltimos sizlardan yordam beringlar. Prezidentim, xalqim, sizlardan iltimos yordam qilinglar. Bizga o'xshagan qiynalayotganlar qanchadan qancha, meni oldimda qanchadan qancha o'zbek bor. O'lib ketgani qancha, nechtasini ko'mib tayladik. Iltimos sizlardan. Iltimos yordam qilinglar. Men murojaatlarimda o'zingiz ham murojaat qiling. O'g'limning oyoqlari singan deng, tishlari yo'q deng. Lablari mirtalagan, badan to'lashandiq. Iltimos qiling. Tepaga chiqinglar, kimga borish kerak bo'lsa. Qanchadan qancha davlatnikini olib ketyapti-ku, nimaga biznikini olib keta olmaydi? Men o'sha murojaat yo'llagan bobay va Ro'zgulman Rossiya davlatida o'g'lim qiyin ahvollarda yotgan. Hozirda kunda har kun o'g'lim bilan telefon orqali gaplashib turaman. O'g'lim hattoki bir kunda suv ichmayotganligini, qiynalib ketganligini, O'zbekistonimizdan yordam so'rayotganini aytyapti. Ovqat ham bermayotganligini, kechqurun uxlatmayotganligini aytyapti. Odamlardan qolgan ovqatni yeyotganini aytyapti. Hurmatli prezident, hurmatli Shavkat Miromonovich, hurmatli tashqi ishlar vaziri, siz qayerga qarayapsiz? Nega o'g'limni olib kelib berishda yordam bermayapsiz? Mana O'zbekistonning kerakli hamma joylariga xatni tashlaganman. Faqat qog'oz qo'limda. Menga qog'oz kerak emas. Menga bolam kerak, qo'limga bolamni olib kelib beringlar. Men tashqi ishlar vaziriga borganimda, tashqi ishlardan mendan shunday deb aytildi. Bolangiz qochsin deydi. Qocholmaydi. Qochsa uni qamab tashlaydi, o'sha otib taylaydi. Yana bir gapni aytdi menga. Bond Akbarni hattoki shu Rossiya davlatida ishga deb chaqirgan odamning ismi familiyasigacha, raqamlargacha berganman. Andrey Kalichnikov degan odam ishga chaqirib, uni mana shunday qilib yo'llab qiynab o'tiribdi. Bolam qiyin ahvolda turibdi. Yana menga tashqi ishlardan Temur aka shunday deb aytgandiki, sizni bolangizni olib kelib beramiz. Agarda olib kelib bermasak, ikki davlat o'rtasida qanaqadir janjal chiqadi deydi. Nega tashqi ishlardan bunday yolg'on gapirlar? Menga yordam kerak, yordam bering. Bolamni olib kelib bering. Shavkat Miromonovich, nega siz kimlarga ishonib berib qo'yibsiz bu davlatni? Nima birortasi yordam qilmaydi? Bolam kerak, olib kelib bering menga bolam. Onamni o'zi gaplashdi. Men o'sha yana murojaatni Boboyevaman. Hozir General prokuratura yonida turibman. Xatlarimni o'zbek tilida, onlayn tarzda va rus tilida xatlarimni olgan. Hech qanaqa javob bo'lmayapti. Bosh prokuratura yordamchisi bilan gaplashganimda, u kishi menga xatni Surxondaryoga tashlaysiz, Surxondaryo bizlarga kompyuter variantida tashlab beradi. Biz o'shandagina Rossiyaga xatingizni chiqarib beramiz deb aytdi. Menda bilan hattoki ko'rishib aloqa ham qilgani yo'q, muloqotda bo'lgani ham yo'q. Hamma narsa telefonda bo'lyapti, yoniga qabul qilyapti. Hurmatli prezidentda, hurmatli Saida Mirziyoyeva, nega O'zbekistonda bunday tashkilotlari birontasi xalqqa yordam qilmayapti, xizmat qilmayapti?
iltimos qilaman menga yordam berishingizni so'rayman.